ichkida turganimda dada bitta duo qiling. Meni ham O'zbekiston tanisin, bir chiqay endi shuncha ashula qildim. Bitta chiqay endi ko'tarilay. Bitta duo qiling O'zbekiston tanisin desam, dadam o'g'lim O'zbekiston emas, dunyo tanisin seni. Dunyo tanisin deb duo qilishdi. U duoga parvo qilmadim. Ketaverdim. Borib uchrashdim. Oradan shuncha yillar o'tdi, otaning duosi o'qligini bildim-da. Mana hozir qo'shni hamma davlatlardan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Turkiya juda ko'p muxlislar. O'sha millatlar ular, o'sha millat. Ertaga o'zbeklar emas. Endi hozir shu onani aytganimdan keyin dunyoga tarqab ketib bo'libdi qo'shiq. Ayniqsa chet elda yurib ishlab yurganlarga juda yuragi nima bo'libdi. Haligi og'ir bosib bu qo'shiq, haligi qalbini ochibdi shu. Men sabab Alloh shu sabab qildi o'shalarning ko'nglini ochishga. O'shanda mana hozir taniyapti-da dunyo. Shu qo'shig'im bilan. Dunyo tanigan degani shu-da, endi otaning duosi o'q ekan.